Shahnoz, qara maktabni ham bitiramiz. Shuncha yildan beri senga bitta narsani aytgim keladi. Nima ekan, aka? Nima desam ekan? Shahnoz, bilasanmi? Yaxshisi shu o'zing o'qib olgin. Rustam, men seni juda ham hurmat qilaman. Mana bugun hammaning ko'zida yosh, ajralishar bir-biridan sinfdosh. Maktab binosi ham turar xomush. Bu ko'z yoshlarga berolmay bardosh. Ey sinfdosh, unutma do'stlaringni, eslab yuraylik maktab chog'larni. Ey sinfdosh, unutma do'stlaringni, eslab yuraylik maktab chog'larni. Kimdir yoriga izhor qildi sevgisi. Mayli ularga Xudoyim bersin baxtim, ular doimo birga bo'lishsin. Ey sinfdosh, unutma do'stlaringni, eslab yuraylik maktab chog'larni. Ey sinfdosh, unutma do'stlaringni, eslab yuraylik maktab chog'larni. Ey sinfdosh, unutma do'stlaringni, Eslab yuraylik maktab chog'larni. Hey sinfdosh, unutma do'stlaringni, eslab yuraylik maktab chog'larni. Ey sinfdosh, unutma do'stlaringni, eslab yuraylik maktab chog'larni. Ey sinfdosh, unutma do'stlaringni, eslab yuraylik maktab chog'larni.
İmtihan maktabimizda bugun tarixiy kun ekan shu 1973 yil tavallud topganlar 1990 yil o'rta maktabni muvaffaqiyatli bitirib mana bugun 35 yil deganda diydor ko'rishib turgan ekan. Shu quvonchlarni bizlar ham sherikmiz. Shu dargohga kelganidan juda boshimiz osmonga yetdi. Eslab kelganlarimiz uchun rahmat hammangizga. Ustozlaringizni hurmat qilsanizlar, sizlardan, bolalaringizdan qaytsin. Doim shu ilohim keyingi 100 yilliklaringizda ham 70 shogirdimiz aytganday keyingi yubileylarda ishtirok etib birga shunday bayramingizni sherik bo'lib o'tish bizlarga nasib etsin. Va shu rahmat shu eslab kelganingiz uchun ilm dargohlaringizda ustozlaringiz, chorlaringiz uchun rahmat. Başta. Mahkemede durun. Mahkemede al. Mana mahkemede maktabimizga kichkina osadan bir ulug'ay ko'rasiz. Rahmat. Sizlardan bilan esdalik. Rahmat. Sirapga chiqing. Mana ustoz sizga ham kichik osadan ulug'ay ko'rasiz. Tabriklayman. Mana Assalomu alaykum hurmatli hamkasblar, shogirdlar. Mana bugun bunday bir tadbir bo'lgan ekanlar. Tashkil etganingizga 35 yil bo'ldi. Bu juda bir muhim narsa. Albatta shu 35 yillikda mana birlaringizni ko'rsanglar, quvonchi bir-biringizdan murojaatiniz bo'ladi. Mana shu sizlarga shu ishlaringizda oila a'zolaringizga muvaffaqiyat tilaymiz. Bolalaringizdan, aql-chog'liqlaringizdan xizmatlarini ko'rib, bundan ham yaxshi kunlarda o'tkazib yuringlar. Mana shu bir necha 35, 40, 50, 55 yillik yubileyda o'tkazib yurmak nasib qilaversin. Sog' bo'ling hamisha, oilangizga sihat salomatlik, ishlaringizga rivoj tilaymiz. Siz ham sog' yurgaysiz. Hurmat qilib chaqirganimiz sizlarga ming marta rahmat. Sog' bo'linglar. Birgalikda yuraylik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar maktabimizga. Mana maktabimizni bitirganingizga 35 yil bo'libdi. Mana 35 yil davomida mana shu kungacha o'zi bichiringiz bor ekan. Bundan keyin ham abadiy bo'lsin. Shu 35 yil, 70 yilliklaringizni shu yerda qo'yib o'tirmak bizga ham nasib etsin. Mana ustozlaringizni yaxshi tilaklar bildirdi. Shu tilaklarga qo'shilamiz. Bundan keyin ham o'zi bichiringiz mustahkam bo'lsin. Yaxshi kunlarda o'tirmak nasib etsin. Sizlarning mana baxtlilaringizdan, bolalaringizdan mana bu o'qimishli inson bo'lib keladi maktabimizga. Shularga tarbiyalashlarni xushquvvat tilaymiz. Mana ichimizda ustozlarimiz ham bor, mana tarbiyalayotgan. Rahmat. rahmat. Yana bir tabriklayman. Rahmat. Sog'lik. Sizlar ham hamma ishlarimizga muvaffaqiyat. Doim 50 yillik, 70 yilliklar doim uchrashib yuraveramiz. Ustozlar shu qatnashib yuraveramiz burada. Biraz shu tavrlarni kuzatib turib bu shartlar qabul bo'ldi mana. İnşallahlarımız mübarek olur. Rahmet. Satmeten ustazımızın gaplarına qo'shilamiz. Eng yaxshi tilaklarni bildirdi. Hammangizni yana bir bor 35 yillik uchrashuv bilan tabriklayman. Doim uchrashuvlarimiz bardavom bo'lsin. Ey do'st, qancha yo'lni bosib qo'ydik biz. Yaxshi-yu yomonni ko'rib qo'ydik biz. Kelib bu dunyoga ne qildik desa, mana shunday uchrashuvlar qilib qo'ydik biz. Hammangiz sog' salomat bo'linglar.
Mustavva.net taqdim etadi. Sen ertamizni o'yla, g'am yemagin azizam. Hozirgidek sevgayman, 20 yil o'tsa ham, ilk bora uchratganimdek hayrat bilan qarayman. 20 yil o'tsa ham, 20 yil o'tsa ham, kuni sevaman deyman, hech qachon ranjitmayman. 20 yil o'tsa ham, 20 yil o'tsa ham, buzilganda qomating, ketganda ham omading. Sodiq qolgay ahating, 20 yil o'tsa ham. Quvonchni kutgaymiz, armonni unutgaymiz, baxt qadriga yetgaymiz. 20 yil o'tsa ham, o'qigil ko'ngil xotin, rost meni hamma gapim, so'nmagay muhabbatim. 20 yil o'tsa ham, 20 yil o'tsa ham, 20 yil o'tsa ham. Mustavva.net yulduzlar bilan yaqinroq. Yana bir bor assalomu alaykum azizlarim. Mening sobiq o'quvchilarim, mening shogirdlarim. Men bugun nihoyatda bir xursandman. Şu 35 yillik uchrashuvni mana bizning sobiq o'quvchilarimiz shuni kutib olib ekan. Maktabga bitirganlariga 35 yil. Şu maktab ostonasiga qadam qo'yganliklariga 45 yil. Tavallud ayyomlariga esa 52 yil to'lish munosabati bilan ustozlar nomidan, shaxsan o'zim nomimdan qizg'in va samimiy tabriklayman. Azizlar, o'quvchilar, 35 yillik uchrashuvlarimiz muborak bo'lsin. Ilohim 45, 55, 65 yillik uchrashuvlarda ham xuddi shu qomatlarni buzmasdan, bukilmasdan, enkaymasdan, hammangizning saflaringiz azaymasdan yurmaklarda Alloh taolaning o'zi nasibi ro'z aylayversin. Yo'llarimizda ilohim dim bo'lmasa 45-50largacha ustozlarimizdan bor bo'lsin ilohim. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Bugungi boshlab o'tirgan uchrashuvlarimiz xayrli o'tsin, mazmunli o'tsin. Esda qoladigan bir 5 yil, 10 yillardan keyin ko'rsa arziydigan bir darajada uchrashuv bo'lib o'tishiga men tilakdoshman. Assalomu alaykum, hurmatli shogirdlar, mukassiblar. Mana bugun bir shunday tavallud ayyomni inshaalloh o'tagan ekanmiz. Sizlarning maktabni tugatganingizga ham 35 yil bo'lib qolibdi.
Mana şu uchrashuvlarimiz albatta bu bir-biringiz bilan yuz ko'rishib, bir quvonchli kun bo'ladi. Bu albatta tarix sahifalaridan biriga yoziladigan kun. Sizlarning shu fursat bilan oila a'zolaringizga, butun barcha bola-chaqalaringizga uzoq sihat salomat tilab, ishlaringizga hamisha rivoj tilamiz. Hamisha şu 35, 40, 50, 60, 70 yıllık yubileylerden bir nasip kılavuzsun. Hammangiz sağ olun, salomat olunlar. Ay rahmat. Assalomu alaykum hurmatli mehribon shogirdlarim. Mana bugun shunday quvonchli kunimiz, uzoqdan yaqindan kelgan o'quvchilarim. Shunga 35 yillik uchrashuvlardan chin qalbimdan tabriklayman. Hamisha sog' salomat yurgaysizlar. Yaqindagina jajji o'g'il qizlar bilan birimiz mehribon ota, birimiz mehribon buvi, bobo bo'ldingizlar. Xudoyim 100 yilga ham shunday deb yetiravergay. 35 yil emas, 40 yil, 50 yil uchrashuvlarda hammamiz sog' salomatlik qo'shdik. Uchrashavergaymiz. Hammangizga sog'lik tilayman. Balansga uzoq umr tilayman. Sog' bo'linglar. Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar, shogirdlar. Mana bugun 35 yillik yubileyda inşallah o'tirgan ekansizlar. Shuni hammangizni tabriklayman. Sizlarning kelgusi ishlaringizda, hayotingizda omadlar tilayman, oilangizga, baringizga. Mana 1-sinfdan 4-sinfgacha Bag'dod opam menga topshirdi. Bayrog'ini onda sizlardan bitirdik. Shundan beri 35 yil bo'ldi. Hammangizga yaxshi, Xudoyim 40-50 yillik yubileylardan uchrashmak nasib etsin. Aylanlar. Partada o'tirib, yosh bir bolakay ustozdan olgandi dastlabki saboq. Oradan shamolday yillar ham o'tdi. Jaranglayver bukun so'nggi qo'ng'iroq. Birinchi ustozimiz shu. Mana sinfdoshlar 35 yillik uchrashuvga yig'ilgan ekanmiz. Hammalaringizni shu bilan tabriklayman. Ustozlarimizda barina shukr, mana shu kunlarga yetib keldik. Iloyim bundan ham ko'p uchrashuvlarga yetib yuraylik, xatardan kam bo'lmay, hammani uyida tinchlik, xotirjamlik tilayman, ishlarini omad tilayman, sog'lik, salomatlik tilayman. Uchrashuvlarimiz bardavom bo'lsin. Har doim shunday yaxshi kunlarda sinfdoshlar birga uchrashib yuraverik. Assalomu alaykum sinfdoshlar, mana bugun 35 yillik yubiley munosabati bilan uchrashgan ekanmiz. Xudoyim shunday uchrashuvlarimiz ko'p bo'lsin. 35 yil, 45 yil, 50 yil, 60, 70 yilliklarda da shunday o'tirgan o'rnimiz yo'qolmay uchrashib yuraverik. Mana ustozlarimizni ko'ryapmiz. Ustozlarimizga rahmat. Shunday kunlarga yetkazgan. Xudoyim joningiz sog' bo'lsin. Jon sog'likda ko'rishmak hammamizga nasib etsin. 35 yillik uchrashuvimiz ekan bugun. Hammamizga omad tilayman. Sog' bo'linglar. Shunday uchrashuvlardan 50, 60 yillik, 70 yillik, 100 yillik o'tirish nasib etsin hammamizga. Ustozlarga xalqlardan kam bo'lmagan Xudoyim. Mana assalomu alaykum sinfdoshlar. Mana shu 35 yil deganda uchrashdik. Birinchi sinfga kelgan maktabimizga kelib turibmiz. Bundan hamma xursand bo'lsa kerak. Shuning uchun hammaga omad. Sog'lom rahmat. Bilan Toshkentdan ketdik. Aziz o'quvchilar, men yana bir bor hammangizdan bir ulug' ayyomlarimiz bilan, bir shadiyona kunlarimiz bilan, hayotlarimizda hech unutilmaydigan kunlarimiz bilan shaxsan o'z nomimdan, mana birgalikda ishlashgan hamkasblarim nomidan, ustozlar nomidan yuragimning tub-tublaridan taralib chiqayotgan eng bir samimiy tilaklarimni izhor qilmoqchiman. Ezgu istaklarimni sizlarga hadya qilmoqchiman. Mana haqiqatan ham bundan 45 yil oldin har biringiz bir jajjigina o'g'il qizlar edingizlar. Na yozishni bilasizlar, na o'qishni bilasizlar. Mana yaratganga ming marotabalar shukronalar bo'lsin-kim, bugun oila deb atalmish katta bir dargohning har biringiz buyuk bir ajoyib otaxonlar bo'lib turibsizlar. Kayvani onaxonlari bo'lib o'tiribsizlar. Yaratganga ming marotabalar shukronalar bo'lsin-kim, yana
ne ümitleriniz, ne tilekleriniz, istekleriniz olsa yaratkanın özü yetişişini ben Allah Teala'dan sorap kalamam. Koşkallarını bilen hemmelerin ilahın koşa kardeşler 100 yıllık ömrünün yüzlerin körüp yürüyüşlerinizi ben tilemakçıyım. Sağ olun, aman olun. Başlamam, şu uçuraşılansını, oğulların, kızların, hemmelerinizi tebrik ederim. Ailelerinizge tinchlik hatirjamlik dilerim, farzandlaringizga uzoq umr dilayman. Mana shu 35 yil emas, 40 yil, 50 yil, 100 yilliklarda ham shunday. Sog' salomatlikda o'tiraveramiz. Hammasiga sog'lik, omonlik dilayman. Uchrashuvlar nasib etgan, sog'lik aslar hammasi. Tashkilotchilarga katta rahmat aytaman. Bir-birimizdan diydorlarimizni ko'rib uchrashib nasib etgan. Tengdaşlarım, sınıftaşlarım, hemmenizi təbrikləyəm şu 35 yıllık mənəm. Daim şu 50 yıllıklarda, 70 yıllıklarda birlikte oturdayımız. Mənə şu məktəbə 81-ci yılda mı? Bizler birinci gibi gittik sınıfta. 80'de mi, 81'de mi? Mənə babalarımız okuatır, Xuda qalırsa, məbilələrimiz okuyor. Şu yaşlarına yetdik, Xuda şükür. Ustazlar sizlərəm soyur beslərdim istər. Rəhmət, sınıftaşlar, Xudayım aramızdan kəm bulma 50 yıllıklarda da oturğaymız. Mənə mübarək çıxarım, mən oturağaydım şurada. Aramızda yok şu. Hatırlap durma, dışkı saklarsanız da. Sınıftaşlardan ben görürüm de, Menzure, Cemile, sınıftaşlarım sizlere. Aramızda yok şu. İlhan sınıftaşımız. Evler yaptılar. Şerefleriniz şu 35 yıllık bunun tebriklimiz. Ustazlar sizlerden tebriklimiz. Şu Xudayım bizlerden yallarımızda şu birde katnaşıp şu 100 yıllıklarımızda, 80 yıllıklarda hemen katnaşı örgüsler, sınıftaşlar hemmenizin ailelerinizge tanışlık, tatuluk, kelin bala çağı artıklarımızın elinde soyulunlar. Hemen işlerine ahmet. Hemen sınıftaşlar 35 yılda uçuraşvatırgan ekenmiz. Hemen təbrikləmən öğrenbar ustazlardı. Ağdaqlapa ömrünüz uzaq olsun. 40 yıllık, 50 yıllıklarda Recep Aka oturmak nasip etken Recep hemmemizge. Sınıftaşlar hemmemizge rahmet. Daim 40 yıllık, 50 yıllıklarda yaxşı günlerde oturuşik hemmemiz ağzı birçilikte. Serpimiz hiç kemeymesin. Şu tileklerim, şu sınıftaşlarıma. Assalamualaikum ustazlar, sınıftaşlar. Mene 35 yıllık müdürlerimiz mene hemen təbrikliyim. Ustazlarga rahmetler aytamız. Ailenizge tinchlik, hatırcanlık dileyim. Rahmet sizleri terbiyeler, Allah'ınız için Bağdaqlapa. Birinci ustazımız rahmet sizleri Recep Bey'e, demek ki hemenizge rahmetler aytamız. Sınıftaşlarga sağlık, selametlik, uzak ömür dileyim. Soyur geçlerinizi, şunday 50 yıllık, 60 yıllık, 70 yıllık birbirlerinde memnunuz. Bu da odası. Sınıftaşlar mene 35 yıl oldu mektepte bitirgenimizge cil oturganmiz. Şu 35 yıllıkta teşkil etken teşkilatçılarga katta rahmat. Bizler düşündük başımızı biriktirip bir yerge ep kelgen, mene bizler de şükürlerge yetkizgen ustazlarımız Recep Aka, Bağdaqlapa, Öktem Aka, Satım Aka, hemmenizge rahmat. Ömürleriniz uzak olsun, canınız sağ olsun. Xudayım bizlerge sizlerden yolunuzda verip, sizlerden yaşınızda versin. Can sağlıkta oturgan ornumuz yoğalmay, Xudayım bir 50-100 yıllıklarda da hemmemizle oturuş nasip etsin. Hazır aramızda köp sınıftaşlarımız ötüp ketken, Xudayım ötkenlerden joy cennetten olsun, ruhları şad olsun. Bağalarına, qağalarına uzak ömür versin. Xudayım hemmemiz can sağlıkta oturmak nasip etsin. Endi Xudo xolasa tez-tez uçraşıp duruyor. Endi hemmeden mene onlarını uylantirip, kızlarını çıkarıp hemme joylashtirdi. Xudo xolasa endi tez-tez uçraşıp duruyor. Bundan keyin didar ganimet. Canınız sağ olsun, hemmeniz sağ olun. Yaxshi kunlarda o'tiring.
Ziyanı yok, yılasından faydası geldi. Ben sizi tebrik ederim. Xudayım ustazlarımızdan sağ olmayı isterim. 70 yıllar, 100 yıllarda Bizlerge ta'lim terbiye bergen ustazlarımızga azma sovg'alarimiz bor edi. Shuni topshirishga ijozat bergaysizlar. Mana birinchi sinfda bizlarga ilk vaqt qo'limizda qalam tutqazgan ustozimiz Bag'dod opamizga Mana 5-sinfdan to 11-sinfgacha bizlarga rahbarlik qilgan ustozimiz Jumaboy Rajabboy akamizga Mana bizlarga fizikultura darsidan ta'lim tarbiya bergan Jallı yuguringlar deb o'tirgan akamiz O'ntam akamizga arzimas sovg'amiz bor edi. Satım akamizning sovg'asini qachada berib qo'ydik. Aldıdan qimmat, bir guldan mehribon sovg'a qatorida qabul qilamiz. Bir umr xatiramizda saqlanib yuradi qizlarim, bolalarim. Rahmat. Shu soat to'xtasa da ularimiz to'xtamas. Ay, rahmat. Sog' bo'lasiz. Keyin sinfdoshlar bizlarni 10-11 sinf davomida akam o'qitdi. Xudoyim akamning ham oxiratlari obod bo'lsin, joylari jannatdan bo'lsin, hur qizlar yo'ldoshi bo'lsin. Allohdan tilab qolaman. Maktabdan bir teatrmi? Akşam mana shu maktabda bizlar 11 yil davomida ta'lim tarbiya oldi. Shuna shu sinfdoshlar nomidan azma sovg'a olib keldik. Ko'p o'rnida qabul qilasizlar. Sizlardan mana shunday kunlarga yetirilsin. Yaxshi kunlarda to'larda qaytarib maktabga. Sizlarga katta tashkil etganlarga chaqirganlar, ustozlar rahmatni, qimmatli vaqtlarni ayaman kelib, sizlarga birga o'tirgan. Hammangizga rahmat ederim. Sizlardan shunday yo'llarda o'tirmoq nasib etsin. Amin. Bolaligi diydor shirin orzu qilib urar yuraklar yaxshi qoling bizni maktab sari eltgan ey yo'laklar bolaligi diydor shirin orzu qilib urar yuraklar yaxshi qoling bizni maktab sari eltgan ey yo'laklar sinfdoshlar xayr so'zini aytolmaymiz nahot endi bu dargohga bola bo'lib qaytolmaymiz sinfdoshlar xayr so'zini aytolmaymiz nahot endi bu dargohga bola bo'lib qaytolmaymiz Sınıfdamiz so'nggi bora ko'zimda qoldi yoshlarim Qaniydi kunda kun ora ko'rsak sinfdoshlarim Qaniydi kunda kun ora ko'rsak sinfdoshlarim Sinfdoshlar xayr so'zini aytolmaymiz nahot endi bu dargohga bola bo'lib qaytolmaymiz
neşeler qilgan bo'lsak, yosh boladay yoq-yoqda ma'zur tuting ustozlarim, siz qalbimiz ardog'ida. Sinfdoshlar, xayr so'zini aytolmaymiz, nahot endi bu dargohga bola bo'lib qaytolmaymiz. Sinfdoshlar, xayr so'zini aytolmaymiz, nahot endi bu dargohga bola bo'lib qaytolmaymiz. Nahot endi bu dargohga bola bo'lib qaytolmaymiz. Nahot endi bu dargohga bola bo'lib qaytolmaymiz. dengiz edim, tomchiday tindim. Sog'inchning zo'r to'lporin mendim. Qadringiz ko'p bilindi bu kun, sinfdoshlar sizni sog'indim. Sog'inchlarga lim to'lgan yurak, didoringiz sog'inar xalq. Nima yaxshi didordan bo'lak, sinfdoshlar, qadrdonlar sizni sog'indim. Bugungi quvonchli kunlar bilan 1973-yilda tug'ilgan barcha akalarimizni, onajonlarimizni mana bugungi 35 yillik yubiley bilan, 35 yillik uchrashuv bilan chin yurakdan tabriklaymiz. Avvalambor barchaga o'zbekona lutfi ila assalomu alaykum deymiz. Assalomu alaykum muhtaram mehmonlar, qadrli do'stlar, mana fidoyi ustozlar, akalarimiz, opalarimiz, hammangizni bugungi
35 yillik diydor bilan, yubiley tantana bilan tabriklaymiz. Ilohim, barchangizga oltin boshlaringiz omon bo'lsin, umrlaringiz uzoq bo'lsin. Mana shu o'rtangizdagi mehr oqibat aslo yo'qolmasin. Bitta chiroyli qarsaklar bilan bugungi 35 yillik yubiley tantanamizni boshlaymiz. 70'lar hammangizni tabriklaymiz. Mana 23-sonli, 53-sonli maktabga ilk qadamlarni qo'yib, mana shu maktabda 11 yil mobaynida ta'lim, tarbiya olib, shu maktabni tamomlaganiga mana bugun 35 yil to'lishi munosabati bilan diydor ko'rishayotgan mana 70'larni hammasini bugungi 35 yillik uchrashuv bilan shaxsan o'zimning nomimdan, ijodiy jamoamiz nomidan tabriklaymiz. Qafasga sig'maydi orzular qushi, o'zimizdan ortmaydi ro'zg'or tashvishi. Qachon tugagan bu dunyo ishi, bir kunda bir soat do'st uchun yasha. Dasturxon to'ldirma topganingni qo'y, mayli qadah tutma diydoriga to'y. Ostoningda to'ldirib ko'rsatganda bo'y, bir kunda bir soat do'st uchun yasha. Otangni ardoqla, onangni asra, joningni chirog'i bolangni asra. Betobsan ishga yut, nolangni asra, bir kunda bir soat do'st uchun yasha. Bitta chiroyli qarsaklarni ham chalib qo'yamiz. 70'lar tabriklaymiz bugungi 35 yillik quvonchli kun, diydor muborak bo'lsin. Hammangizni umrlaringiz uzoq bo'lsin. Ilohim barchangizni mana shunday 40 yillik, 50 yillik, 60 yillik uchrashuvlarga yetkazsin. Ana endi mana shu akalarimizga, onajonlarimizga ta'lim, tarbiya bergan ustozlardan bir yaxshi niyatlarni, tabrik so'zlarini eshitamiz. Qani ustozlar, keling O'ktam aka, Sotim aka, Rajab aka. Ustozlar kelsin, shogirdlarni bugungi 35 yillik uchrashuv bilan, yubiley tantana bilan tabriklab, ustozlik ko'nglingizdagi chiroyli tilaklarni yo'llaysiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Shogirdlar, shu 35 yillik yubileyda men inshaalloh o'tirgan sizlarga uzoq umr, baxt, saodat tilayman birinchidan. Buni hamma ham qilavermaydi. Mana bugun sizlar shu neni qilibsizlar? Bir-biringiz bilan diydor ko'rishib, yuzlashib, quvonchli kun bo'lgan ekan. Bundan bu tarixning bir sahifalarini kirib qoladi. Albatta sizlarga mana shu 35 yillik tadbirda bizlarni hurmat qilib chaqirgan ekansizlar. Mingdan-ming sizlarga rahmat. Ana shu sizlarning oilangizga shu fursatdan foydalanib sog'lik, salomatlik, oilalaringizga hamisha sihat, salomatlik tilab, shu endi nima deymiz? Hamisha sog' bo'ling, salomat bo'ling. Mana sizlar rahmat hamisha. Mana shu tadbirlarda qilib turish kerak. Bular ham bir tarixning sahifasiga kirib qoladi. Qarasanglarda. Endi mana 35 yil maktabni tugatgandan keyin shu neni qilish bundan bir sahifa. Sizlarga rahmat. Hurmat qilganlaringiz uchun mingdan bir rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Hamisha shu 35, 40, 50 yillik yubileylarni berib yurmak sizlarga Allohdan nasib qilaversin. Yaşlarınız uzak olsun. Şu bağalarınız sağ olsun, aktık çavruqlarınızın hizmetlerini görüp sizler hem şu hürmetke sazavor bolunlar. Sizlerge rahmet, sağ olunlar. Katta rahmat, bitta chiroyli qarsaklarni ham chalib qo'yamiz. Rahmat ustozlar. Dunyo turguncha turgaysizlar. Ustoz otangdek ulug', rahnamo kasb yo'lingda. Ta'lim o'gitlaridan rizq va hunar qo'lingda. Qaytar dunyo hushyor bo'l, g'animat bu umringda. Ko'pni ko'rgan keksalar duosini olaylik. Omonatmiz dunyoga, borida e'zozlaylik. Ana endi
O'ktamaga ustozimizdan chiroyli tilaklarni eshitamiz. O'ktamaga kelgan shogirdlarga bo'lgan ustozlik ko'nglingizdagi eng bir chiroyli tilaklarni, ezgu istaklarni yo'llab qo'yasiz. Marhamat. Rahmat. Endi yanglishmasam 4-chi gapirib şoförlarning yurganini tövliydi, damlalarning gapirganini tövliydi. Endi bu yerdan umidimiz yo'q. Allah taala beradi bizlarga, Xudo xolasa. Men yana bir bor azizlarim, o'quvchilarim, o'g'illarim, qizlarim, yana bir bor sizlarni bugungi ajoyib kunlaringiz bilan muborakbod qilib qolaman. Mana hammalaringiz oila tashvishlarini tashab, ro'zg'orni tashab, bir uchrashin, bir didorlashin deb hammangiz kelib o'tiribsizlar. Ilohim didorlaringiz g'animat bo'lg'ay. Bir donishmandning so'zi esimga tushdi. Bu foniy dunyoda uni hech narsa bilan qiyoslab bo'lmaydigan, hech bir toshu tarozi birla tortib ham bo'lmaydigan bir narsa bor. Uni mendan kimdir, bu nima deb so'raydigan bo'lsa, hech ikkilanmasdan turib, bu didor deb aytgan bo'lar edim. Azizlar, ne g'animat, didor g'animat, ne g'animat. Sen istagan, seni istagan insonlar bilan o'tkazgan bir on g'animat deydi. Mana har bir damning shukrina yetik, har bir do'stlarning qadrina yetik. Bir-birlarimizni qo'llarimiz ko'ksimizda turmasa da, chin ko'nglimizdan hurmatlab, e'zozlab, salom aliklarni kanda qilmay yurishni Alloh taolo nasib etgay. Azizlar, zaman o'zgaradi, yer aylanadi. Do'stlar qalbingizdan mehr qochmasin. Daryo toshqin bo'lsa, suv aylanadi. Shogirdlar qalbingizdan mehr qochmasin. Yoshlikdan birgasiz, azaldan birgamiz, bir tan bir jonmiz, har birimiz olam dastonmiz. Hammamiz ham bu dunyoga mehmonmiz. Shogirdlar qalbingizdan mehr qochmasin, do'stlar qalbingizdan mehr qochmasin. Katta rahmat ustoz. O'ktamaga sog' salomat bo'ling. Hamisha oltin boshing zamon bo'lsin. 70'larni bugungi yana bir bora 35 yillik didor bilan, 35 yillik yubiley tantana bilan chin qalbdan tabriklaymiz. Mana shu do'stlar bilan hamisha do'stingiz abadiy bo'lsin. Bugungi quvonch kunlar bilan hammangizni tabriklaymiz. Yana ustozlardan Rajab akamizdan ham bir chiroyli tilaklarni eshitamiz. Rajab aka kelgan shogirdlarga bo'lgan ustozlik ko'nglingizdagi yaxshi niyatlarni, tabrik so'zlarini yo'llab qo'yasiz. Marhamat. Rahmat, sog' bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli shogirdlar, sinfdoshlar. Hammangizni 35 yillik yubileyingiz bilan tabriklayman. Shu indagi yubileylarga yetirmak nasib etsin. Doim shunday o'tirmak, bog'alaringiz to'ylaridan yurib xizmat etmak nasib etsin. Endi mana Alisher var, mana rasmga tushirib o'tdi, bu 10 sinfdan oldi o'rgatonyapti hammani. Shunga bir she'r bor-da. Qizlarni oldi o'rgatonyapti birda. Men seni yaxshi ko'raman, sevaman deb. Aldadimi, tashlab ketdimi? Qon yig'latib ko'ngil berganing, yot ekanmi begonadan ham yaqin ko'rib quchoq kerganing. Ha, sevgida aldanish og'ir, ammo endi ilojing qancha? Shukr qilgil qutulganingga bunday razil mung'ayraklardan. Mumkin emas muruvvat kutish, vijdoni yo'q biz bu yerdan. Shukr qilgil qutulganga vijdoni yo'q. Aldanmang buning gapini, aldanmang. Alisher oldi, hozir ham aldab o'tiribdi menga. Endi balalar meni hammasi mening bog'alarimizlar, 5 balam bor, sizlardan o'zim balamday ko'raman. Men adabiyotni o'qitdim sizlarni, Mir Temur, G'afur G'ulomlarni o'rgatdim sizlarga. Mir Temur degan shoir mana ko'p nelarda bo'lgan, mana ko'p Xo'jilida bo'lgan, o'zlarimizdan Xo'jilida. Shunda G'afur G'ulom bilan yotgan
Murtemir aytgan men ta hakkında şiir yazaman degende uygunun şehrine. Kapırgılam ayttın. İşte sen şu dostların hakkında, kızlar hakkında yok depti. Men tağda görüşüm gerek dep keşesi bilen Ömür Deryanın boyunda yürügen. Şu taң atıp atırsa, karasa Ömür Deryada deydi, bir kız çomul biripti deydi. Şerdin namına karang da. Taң buyakta kan bu dep şerge taңdanam çıraylı dep nam koyganda. Karanglar. Bu kecha uxlamay taڭgacha yurdim. Taң atışın kütüp qırgaqta turdum. Taң attı, taң bilen kumlaq sahilde taңdanam çıraylı bir kızını gördüm. Taң şulesi saçlarının her bir talası, yüzleri goyaki tağlardın lalası. Hüsnü appak ve tınık sulu tabiatının solun balası. Ana süze çıktı kırgakka. Kırgakta tıktırıp karar Irak'a. Güzellikinin tirik heykeliydi. Kuyaş balkıp çıktı bunu görmekke. Kuyaşam havluğup kağıtır deydi, menen bir körüp kalayım şu kızı deyip. Ey rahmet. Katta rahmat, bitta chiroyli qarsaylarni ham chalib qo'yamiz. Rahmat ustozlar. Rajab aka sog' salomat bo'ling. Tanishoningiz sog' bo'lsin. Bugungi quvonchli kunlar bilan 70lar hammangizni tabriklaymiz. Ilohim farzandlaringizni rohatini ko'rib, barchangiz sog' salomat o'rgaysizlar. Ana endi barcha akalarimizga, onajonlarga, ustozlarga yaxshi kayfiyat, yoqimli xor deb tilaymiz. Mana sizlarning xizmatingizda elimiz ardoqlagan o'xshovvoz san'atkor Og'abek Satimov o'zlarining ajoyib kuy taronalari bilan, bulbul xonish, sayraqa ovozlari bilan sizlar uchun xonish qiladilar. Tanlab tomosha qiling albatta. Sokin taronalar bilan go'zal davramizni davom qildiramiz. Ustozlarimiz umrlari uzoq bo'lsin. 70larni yana bir bora bugungi 35 yillik yubiley bilan tabriklaymiz. Assalomu alaykum hurmatli davra qatnashchilar. Mana bugun 35 yillik Botir ekan. Baringiz apalarim, akalarim sizlar uzoq umr tilaymiz. Qo'shlarimiz sizlar uchun marhamat. Devletni topkaysan ota-onang topilmaydi. Keyin bunday noyob gavhar durdonang topilmaydi. Sening mehring ular ko'ngil turida saqlagaylar kim? Ulardan boshqa birovda bu qoshoning topilmaydi. Molu davlatni topkaysan ota-onang topilmaydi. Keyin bunday noyob gavhar durdonang topilmaydi. Molu davlatni topkaysan ota-onang topilmaydi. Juda bo'lgach o'zing oqlashga bahonang topilmaydi. Yer kichiksang tutup astonani peshgay bular ko'zi. Bular ketganda bu yangilib bizlar astonang topilmaydi. Uni
atılmaydı. Juda bo'lgach o'zing oqlashga bahonang topilmaydi. Molu davlatni topkaysan, ota-onang topilmaydi. Keyin bunday noyob gavhar durdonang topilmaydi. Juda bo'lgach o'zing oqlashga bahonang topilmaydi. Davom etamiz marhamat. Barcha o'yinlarimizni taklif qilamiz. Nagahanda savda düştü serime. Diysem ana, deysin yara, deymesin. Vafa felek giymemeni terime. Diysem ana, deysin yara, deymesin. Vafa felek giymemeni terime. Diysem ana, deysin yara, deymesin. Güzeller içimde sen güzel hası. Bir zaman görmesem bulamam ası. Kışnın soğuğu var, baharının yazı. Diysem ana, deysin yara, deymesin. Kışnın soğuğu var, baharının yazı. Diysem ana, deysin yara, deymesin. Güzeller içinde sen güzel şoka. Gözümden akızdın kan ile koki. Güzeller içinde sen güzel şoka. Gözümden akızdın kan ile koki. Seni elinde dur ecelin oki. Seni elindedir ecelin oki. Deysem ana, deysin yara, deymesin. Diysem ana, giysin yara, değmesin. Bağımda açılmış rengarenk güller. Sayasında seyrer şeyda bülbüller. Aşık hamra diğer eyranlık güller. Diysem ana, deysin yara, değmesin.
Aşık hamra diğer ayralık güller Değsem ana değsin yara değmesin Değsem ana değsin yara değmesin Değsem ana değsin yara değmesin Başıma sevda Remeyle leylim leylim İşte gel acep hava Remeyle leylim leylim Derdime tapılmaz mı Lahat bu yine dava Remeyle leylim leylim Derdime tapılmaz mı Lahat bu yine dava Remeyle leylim leylim Misli lavadır Bakşın canım havadır Gül yüzün misli lavadır Bakşın canım havadır Vallahi dile o sanadır Kısam nazik billerinden Vallahi dile o sanadır Kısam nazik billerinden Şak 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 şarkıdatından Şarkıdalan burmatından Şak 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 şarkıdatından Şarkıdan kayradından Çok oldu görüşmezde gittik yamım Yaylayım sizini men her görgel amım Derdiniz ayın sağlıkları kaley Siz beni yerkem caniye cahanım Ey gülüp suradız halımı neçek Merekedim yaşı siz neki neçek Gözüm taşap yanıyor parası Alam kaç buldan nira parası Adam basıp bir meydegine Gözler ufumana nira parası Adam basıp bir meydegine Gözler ufumana nira parası Yine bezim yine toy Yine kamat yine boy Yine bezim yine toy Yine kamat yine boy Kül aldım da mucize
sinfdoshlar uchun. O'ktam akamizni talablari bilan. Yaxshi kunda yanımda, yaman kunda yanımda, yanımda her anımda, yanımda her anımda. Mening sinfdoshlarım, mening sinfdoshlarım, mening sinfdoshlarım, mening sinfdoshlarım. Toylarımda yürerler, bir yanımda turarlar, gorka deb bakırarlar, gorka deb bakırarlar. Mening sinfdoshlarım, mening sinfdoshlarım, mening sinfdoshlarım, mening sinfdoshlarım. Yaşlığımızı eslep mektebimizge bardım. Nerede sizler sağındım, nerede sizler sağındım. Mening sinfdoshlarım, mening sinfdoshlarım, mening sinfdoshlarım, mening sinfdoshlarım. Aman bulsun başların, akarmasın saçların, yüzge kirsin yaşların, yüzge kirsin yaşların. Mening sinfdoshlarım, mening sinfdoshlarım, mening sinfdoshlarım, mening sinfdoshlarım, sinfdoshlarım, mening dostlarım. Hamisha birga sinfdoshlarım. Sevgi ma'lum yoshgacha, sezmadik shu vaqtgacha. Sinfdoshlar boshqacha, sinfdoshlar boshqacha. Mening sinfdoshlarim, mening sinfdoshlarim, mening sinfdoshlarim, mening sinfdoshlarim. Qog'oz qalamni oldim, she'r yozib kuyga soldim. Sizlarni esga oldim, maktabni esga oldim. Mening sinfdoshlarim, mening sinfdoshlarim, mening sinfdoshlarim, mening sinfdoshlarim. Sinfdoshlarım, arkadaşlarım, her bir günümde yelkadaşlarım. Sinfdoshlarım, arkadaşlarım, her bir günümde yelkadaşlarım. Davom etamiz marhamat. Do'stum. Bir dostum bor eslatadi bolalikni, bir dostum bor o'rgatadi donolikni. Ko'rishganda o'tgan kunlar gaplashamiz, sog'intirdi bolalikni. Bir dostum bor eslatadi bolalikni, bir dostum bor o'rgatadi donolikni. Ko'rishganda o'tgan kunlar gaplashamiz, sog'intirdi bolalikni. Dostum, sog'indingmi bolalikni? Dostum, sog'intirdi bolalikni. Bir dostum bor qarindoshdek bo'lib ketgan, bir dostum bor boyliklarga to'lib ketgan, bir dostum bor hozir musofirlikda, oramizdan yuragimiz yo'lib ketgan. Bir dostum bor qarindoshdek bo'lib ketgan, bir dostum bor boyliklari to'lib ketgan, bir dostum bor hozir musofirlikda, oramizdan yuragimiz yo'lib ketgan.
Hani 73'ler. Hani. Allah ayırmayın beni dostlarımdan. Haber alıp durarken o dostlarımdan. Toy bazımda çün dostlarım devre nakşı. Bu dünyada naber dostlar düşman yakşı. Allah ayırmayın beni dostlarımdan. Haber alıp durarken o dostlarımdan. Toy bazımda çün dostlarım devre nakşı. Bu dünyada namert dosttan düşman yaxshi. Hey dostum dostum, sog'indingmi bolalikni? Hey dostum dostum, sog'intirdi bolalikni. Davom etamiz marhamat. Eskadron. Удержать не могу я лихих скакунов. Пусть летят мои мысли, мои скакуны. Вас пришпоривать нету нужды. Вы аллюром несетесь и не признаете узды. Мои мысли, мои скакуны, словно искры зажгут эту ночь. Обгоняет безумие ветров хмельных, эскадрон моих мыслей шальных. Никому меня не удержать, мои мысли учат меня вдаль. Может быть, я брату, но уже не вернусь. Как не жаль, как не жаль. Залетанные мысли мои, а вы как годы уноситесь прочь. От рассвета в закат, от заката сквозь ночь мчитесь прочь. Мои мысли, мои скакуны, словно искры зажгут эту ночь. Обгоняет безумие ветров хмельных, эскадрон моих мыслей шальных. Мои мысли, мои скакуны, словно искры зажгут эту ночь. Обгоняет безумие ветров хмельных, эскадрон моих мыслей шальных. Мои мысли, мои скакуны, словно искры зажгут эту ночь. Обгоняет безумие ветров хмельных, эскадрон моих мыслей шальных. Обгоняет безумие ветров хмельных, эскадрон моих мыслей шальных. Davom etamiz marhamat. Ayafalarimiz uchun. Ha! Qani. Alvon alvon gullaring olib, atrofingga nazarlar solib, mahallaga kelar eding, musiqani qo'yib olib. Hali hamon yodimda, qolgin deding yonimda. Seni jondan sevgandim, eng gullagan onimda. Ko'k Jiguli, ko'k Jiguli, eslatadi sevgimizni eng Jiguli. Qo'shni guling, qizg'onardi seni mendan o'sha guli. Ay ay ay, ko'k Jiguli, ko'k
var. Hali hamon yodimda, qolgin deding yonimda. Seni jondan sevgandim, eng gullagan onimda. Ko'k jigulik, ko'k jigulik, eslab topdi sevgimizni eng jigulik. Qo'shni gulik, qo'shni gulik, qizg'onardi seni mendan o'sha gulik. Ay ay ay, ko'k jigulik, ko'k jigulik, eslab topdi sevgimizni. Ona okudan aşıpsan, ben harikebi taşıpsan. Ona okudan aşıpsan, ey ben harikebi taşıpsan. Canım şiirli gündeye köylüme sen çıpsan. Canım şiirli gündeye köylüme sen çıpsan. Vay vay kızım sen, kızım sen, kıra içmiş kızım sen. Kıra perey kızlanı, en seresi kızıysan. Kızım sıra uzun sen, kıra içmiş uzun sen. Kıra perey kızlanı, en seresi kızıysan. Ha ustalar yaşa. Saldı, halavetim yok kaldı. Çileğin ota saldı, ey halavetim yok kaldı. Şahtı şekerle beyni, tem dilimde kaldı. Şahtı şekerle beyni, ey tem dilimde kaldı. Vay vay kızım sen, kızım sen, kıra içmiş kızım sen. Kıra perey kızlanı, en seresi kızıysan. Kızım sıra uzun sen, kıra içmiş uzun sen. Kıra perey kızlanı, en seresi kızıysan. Ermanı, bağ içinde görürsek kalmaz ede ermanı. Vay vay kızım sen, kızım sen, kıra içmiş kızım sen. Kıra perey kızlanı, en seresi kızıysan. Kızım sıra uzun sen, kıra içmiş uzun sen. Kıra perey kızlanı, en seresi uzunsan. Kıra perey kızlanı, en seresi uzunsan. Kıra perey kızlanı, en seresi kuzuysan. Marhamat talablarına binoan Xorazm lashkisi. Saz Lezgi köyü yayresen Dürlelesen bir kıyas Kıhraçı bay kebir Naz kılesen sen vilas Lezgi bilen devrege Feyskirti senge khas Lezgi bilen devrege Feyskirti senge khas Ala göz boy boya boy, kara göz boya boy. Ala göz boy boya boy, kara göz boy boy.
tuhfasi bizga o'yin kulgidir. Mehnatimiz tuhfasi bizga o'yin kulgidir. Ala yuz boy boy boy, qara yuz boy boy, ala yuz gel beri hey, qara yuz gel beri. Endi bu çay suv ichib olasizlar, kesindan yana davom ettiraveramiz. Munçama vurur girde yasan, dünyalara sığmıyorsan hiç. Ayağını üzüp birden, özgelerini görmüyorsan hiç. Kibri havali bakışı, bedhulukunu koymuyorsan hiç. Körkemligi, öktemligi, ötkünçüdür bilmiyorsan hiç. Misli hazin rüp solgan, yaprak bularsan bir günü. Hüsnü kadın cismin çirip, bırak bularsan bir günü. Hüsnü kadın cismin çirip, bırak bularsan bir günü. Dünya-i nefs ilincide halalını harama kardın. Basar tüserini bilmeyi 40 yerde 40 hatır aldın.
Yaşı ötüp bargen sarı bu dünyadan korkup bardın. Yaş yerenge akıl birim namaz kal hem bulup aldım. Barcha 1973 yilda tug'ilgan akalarimizni, onajonlarimizni bugungi 35 yillik diydor bilan chin qalbdan tabriklaymiz. Ilohim barchangizni umrlaringiz uzoq bo'lsin. Ko'ngli quchog'idan keng, biri yoqa biri yeng. Yaqinimsiz mening eng aziz sinfdoshlarim. G'animatmiz o'ylaylik, bir-birimiz yo'qlaylik, oqibatli bo'laylik aziz sinfdoshlarim. Ana endi mana shu yerda ustoz Rajab akamizdan yana bir bora chiroyli tilaklarni eshitamiz. Keling Rajab aka, ajoyib tilaklarni, ajoyib she'rlarni ana shogirdga yo'llaysiz bugungi 70larni quvonch kunlar bilan 35 yillik yubiley tantana bilan, diydor bilan tabriklaymiz. Rajab aka keling. Ko'nglingizdagi chiroyli tilaklarni shogirdga yo'llab qo'yasiz, marhamat. Rahmat. Mana ustalar o'tiribdi, yana bir bor so'z berganingiz uchun rahmat. Endi men bu qizlarimni, bog'alarimni barini til adabiyotdan o'qitdim-ku, ha? Bu adabiyot so'z san'ati degan bari bular yaxshi, hammasi she'r aytib beradi bugun. Birin-birin. Endi bir Mirtemirdan bir she'r aytib berdim O'ktam aka. Shu Mirtemir xo'jaliga ko'p kelgan ekanda u. G'afur G'ulom bilan yotgan shu yerda. O vaqtda bular bilama bilmayman to'ridan ko'prik taqatoshdan aylanib kelar ekan. Shu taqatoshdan aylanib ketgan vaqtda bunday taqsilar borman sizga. Pozik avtobus Mirtemirda kim siylaydi uni shoir deb. Hech kim tanimaydi. Kinida o'tirib keltirgan pozik avtobusning lo'kildab shu lo'k shunda bir yo'lda bir hodisa ro'y berganda avtobusda. Shu teatrda bir eldida bir kinida o'tirib keltirgan bechora deb. Shu teatrda yakka yanida bir chemsak qiz o'tirib qolgan buni. İşte turgalib. Shunda bir hodisa ro'y berib she'r yozgan ekanda, bu she'rning nomi Hodisa degan ekan. Avtobus tiqin edi. Xo'jalidan kelardik. Yerlarga yo'l bermasdan asfalt yo'lda yelardik. Birdan mening tizzamga o'tirib qoldi bir ayol. O'zimning baxtim borda, balki bir sohib jamol. Axir avaylab sekin, hay yaxshi qiz dedim. Yo'l bo'lsin uzoqqami, og'ridi ko'tiz dedim. Shu choq qayrildi ayol, iyaklari burishib, yanoqlari tirishib, "Ha, qarab tur men seni" dedi ko'jirqib meni. Chiqib ketdi qora ter, koshki yorilsa edi yer, tashlar edim o'zimni, zo'rg'a eplab sezimni. Dedim, sulov jengeshe, tizim og'rib ketdi-ku, jon xalqimga yetdi-ku. Topibsan jengesangni, eslarmisan ajangni, katta opang jengiman, nahot bo'lsam jengangmen. Yana bosdi qora ter, koshki yorilsa edi yer, tashlar edim o'zimni, zo'rg'a eplab so'zimni. Mayli juvon, mayli qiz, mayli xunuk, yoshilov, mayli yuzing burushiq, mayli bitta tishing yo'q, bar yo'g'idan ishim yo'q, tizzamda o'tiraver, dilimga mehr to'ldiraver. Chunki oxir onasan, elimda durdonasan, ish desang ont ichayin, yolg'iz ami kechayin. Rahmat domla, rahmat. Sizin ham baxtыңызda eli Allah açadı, meni eli bir kıyamet yaşa kirmediniz. Xudo qalasa bari yaxshi bo'ladi domla. Katta rahmat ustozlar, sog' salomat bo'linglar. Ana endi ustozimiz O'ktam akamizdan ham bir ajoyib tilaklarni, ajoyib she'rlarni eshitamiz. O'ktam aka shogirdlarning talablariga binoan bir chiroyli she'rlar bilan shogirdlarni tabriklab qo'yasiz endi qani usta. Keling. Bugungi 70larni 35 yillik diydor bilan tabriklaymiz qani. Ya bizlarda unda yo'q, men Rajabboy pensiyaga chiqib boshladi bu.
Barın mınday neleri yok idi. Aytat dese yakdamla men şiir bilinmem, tilçi sen aytaqay dese yak bilinmem deydi. So'ng başkaca nega lirikka o'tib ketgan ekan. Endi ya molla bilganini aytadi deyman, molla bilganini aytadi. Endi men ona tahlil qila olmasman. Azizlar, mana ha demay 35 yil o'tibdi. Qo'llarga fuqarolik pasportlarini olib, yetuklik attesatlarini olib, hayot deb atalmış, turmush deb atalmış, katta dargohga qadam qo'yganliklaringizga 35 yil o'tib ketibdi. Shunday ekan, qishning qahraton izg'irinlari, yozning jazirama haroratlari, hayotning quvonchlari yo shodliklari, g'am alamlari har bir insonning sochlariga oq, yuzlariga ajin, bellariga bukrik tushiribgina qolmasdan inson umrining oltinga teng lahzalarini olib ketarkan azizlar. Mana hozir har kim bir-birimizga qaraymiz. Albatta yoshlar uncha bilinmaydi. Bizlar Sotimboylar bor, Rajabboylar, endi sal yuqoridagi odamlarga har kun o'tgan sayin izga qaytish bo'lib ketadi ekanda. Shuning uchun bu damlarning qadrini yetib, bu damlarni g'animat bilib yurishlarimiz kerak.